Assalomu alaykum hammaga. Bu mana bizga Acer notebookni olib kelishdi. Sotib ishlayapti deb. Bu notebookimiz o'zi asli ancha sekin ishlaydi. Konfiguratsiyasi past, kuch past. Bunga mosroq, yengilroq Windows bosib beramiz. Boshlaymiz. Qani bismillah. Telefonni bosib turamiz. Acerda shunaqa. Pastligiga, yoki narxi ham arzon. Kuchiga yarasha dening narxi. Shuning uchun ham salada sekinroq ishlaydi. Lekin ofisda ishlatsa bo'laveradi. O'qituvchilar yo'lda sizga shunaqa yaxshi. To'g'ri HDD vint qo'yish kerak. O'zi notebooklarni zavodskoy xotirasi manaqa vint bo'ladi HDD. Bunda galovka bo'lganda hisobiga o'qishi sekinroq bo'ladi. Buni tezlashtirish uchun manaqa SSD vintlar chiqdi. Buni xotirasida chip singani bo'ladi. Shundan qo'yilsa, shuning o'rniga o'zini zavodskoy vint o'rniga yaxshi tez yonadi. Manaqa sekin yonishlari ham yo'qolib ketadi. Birinchi C diskda kerakli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Rабочий stolda yoki dokument fayllarda yoki onlayn papkalarda shaxsiy nimadir bo'lishi mumkin. Shularni olib qo'yamiz D diskiga. D disk olib o'zini 2000 olib qo'yamiz. C diskida qayda bo'ladi? Asli hech narsa yo'q ekan. Bir dona list bor ekan. Shuning ichida shuni o'zini ham olsa bo'ladi. Lekin bu narsa mana papkasi bilan olib qo'yilsa, masalan, o'g'lancha ichida nima bo'lsa, hammasi o'tadi. Ichida agar saralab oladigan bo'lsak, egasi mana uyim bordi, unim bordi degan gapni qilishi mumkin, muammo qilishi mumkin. Shuning uchun tagi bilan olib qo'yamiz, mana hammasi bilan. Papkasi bilan nimasi bo'lsa, o'tib olaveradi. Windows qilganda ikkita shu papkani ham joyga qaytarib qo'ysa, o'sha oldingi holatda qanday bo'lsa, shundoq chiqaveradi. Faqat anaqa o'rnatilgan programmalar, Telegram, internet nimalari, Google, Chrome shunaqa narsalar o'chadi, ularni qaytarib o'rnatib qo'yamiz. Windows 10 ga bosamiz. Buni o'zi asli Windows 10 ni originali mana professionalda bunga bularga o'g'irlik qiladi. Shuning uchun mana yerda light degani bor, professional light degani bor. Soddalashtirilgan, sal yengilroq ishlaydi unga qaraganda. Lekin zarurat bo'lgan narsalarni qo'yganda, zarurat bo'lmagan narsalarni olib qo'ygan. Windows
Windows 7 bo'lsa ham bo'ladi, lekin Windows 7 da buni internetda ishlatgandan muammo chiqaradi. Ba'zi bir saytlarni ochmaydi, haligi ko'p narsa ko'rinamaydi Windows 7 ga. Chunki Windows 10 bosgan ma'qul. HDD ga xotirasi SSD bo'lmagan ekan. Agar SSD qo'yib, operativni pamyati bo'ladi. Shuni ham ko'tarilsa, bu notebook shu ishlatgandan bir 3-4 barobar yaxshi tez ishlaydi. Umuman boshqa kompyuter notebooklardan xuddi shunday qilsa bo'ladi. Sekin ishlatgan bo'lsa qaraladi, xotirasi to'g'ri HDD Wind'dan bo'ladigan bo'lsa, SSD ga almashtirib, operativkasini kuchaytirilsa, yaxshi ishlaydi. Mana turishini qarang. Bu 50 megabaytli Windows'ni aktivni razdeli bo'ladi-da, alohida. Windows shuni ko'rib turib yonadi. Ba'zida bu narsa deyli pastga tushib qoladigan bo'lsa, setupda undan almashib qoladigan bo'lsa yoki bu narsada nimadir zaiflik bo'ladigan bo'lsa, Windowsga kirmay turaveradi. Mana buni o'chirib tashlab turib, mana o'zi bo'lsa 100 gigabaytlikni o'zi bo'lsa, o'sha aktivni 100 gigabaytga qilib qo'ysa, nimadir muammo bo'lsa ham Windows o'nglarda o'zini o'zi vassalini qilib oladi, o'sha eshikasini yopib ketadi. Mana bu eshikni to'g'rilay olmaydi. Shuning uchun mashinaga olsa promotion ko'radi. Inaki razdel bitib turgan bo'ladi. O'samiz.
ancha vaqt oldi. Va nihoyat nihoyat mana aktivatsiya qilyapti. Ishlab turganingizda har xil yozuvlar chiqaraveradi. O'shani kirib turadi. Hammalar odamlar asabiga tegadi. Asli o'chirib qo'yasiz. ishlash yengillashtiradi. Qo'ysak yonatganda saramaydi.
nimadir programma o'rnatmoqchi bo'ladi, masalan, adresini deydi, shunga o'ch qilgan bu programma o'rnatsa muammo chiqarmaydi. Alhamdulillah, mana qilib bo'ldik. Windows'ni ham, drive'ni ham hamma narsasi o'rnadi. Tekshirib ko'ramiz ishlashini. Mana ma'lumotlarni ilgab qo'yganimiz. Ichiga tashlash mumkin, tashlab qo'ydim. Kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Javob berishga imkon qadar harakat qilamiz. Xudo xohlasa yaxshi. Bunda avtobu ishlamaydi. Bitta uch qurali uchun uch yo'lishlar ham. Boshqa umuman masalan kompyuter sohasida biror bir muammo bo'lsa yoki tushunmagan narsani bo'lsa yozib savol berishingiz mumkin. Imkon qadar bilganimizcha javob qaytaramiz. SSD bilan operativkani qo'ysam, mana shu aylanishlari, mana shu загрузка qilib aylanishlari yo'qoladi. Marta aylanarmikin. Mana SSD qo'ysak, shu narsa 3-4 marta aylanadi xolos. kerakli programmalar hammasi o'rnada.